Assalomu alaykum do'stlar, Stark Money kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Telegram bot orqali sarmoyasi pul topishni o'rgatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin shu YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rayman va shu videoga like bosib qo'yishni unutmang. Yana do'stlar, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlar, barcha to'lovdagi bot saytlar bizning Telegram kanalimizda. Eng ishonchli bizning Telegram kanali. Va Telegram kanalimizda hozir konkurs ketmoqda. Konkursga ham qatnashib tekin pullarni yutib olishlaringiz mumkin. Tez kunlarda shu YouTube kanalimizga ham konkurs bo'ladi. Agar shu YouTube kanalimizga 100 ta obunachi bo'lsak, YouTube kanalimizga ham konkurs qilib boramiz. Sababli obuna bo'lib qo'ying. Unda biz tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizni boshladik. Mana do'stlar, bugun sizlar bilan Zalotoy botdan bugun pul ishlaymiz. Bu botman Telegram kanalimga tashlab qo'yganman va shu videoni opsiyasiga va kommentariyaga qo'yib o'taman. Uning uchun biz botdan pul ishlashdan oldin boshlash tugmachasini bosib qo'yamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda menyu ochiladi. Bu yerda eng asosiy zarobotikni bosamiz. Zarobotik bosganingizdan so'ng sizga kanalga obuna bo'l deydi. Bu kanalga obuna bo'lmasangiz siz pul ishlamaysiz. Sababli kanalga 3 ta kanali bor. Homiy kanali, 3 ta homiy kanali bor. Obuna bo'lasiz. O'zini 3 ta homiy kanalga obuna bo'lganingizdan so'ng bu yerda zarobotikni qayta bosasiz. Mana do'stlar, bu yerda menyular ochildi. Bir boshdan tushuntirib o'taman. Bu yerda qanday qilib pul ishlayman deysizlar. Bu yerda xo'sh, bu yerda eng asosiysi bu yerda kanal orqali ishlaysiz va prosmotr va bot orqali, xo'sh, bu yerda guruh orqali guruhga obuna bo'lib pul ishlaysiz. Va bu yerda yana do'stlar zarobotik bor. Bu yerda zadaniyalar bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin zadaniya. Bu yerda bonus olish bor. Siz do'stingiz taklif qilasiz, do'stingiz bonus olmasa sizga bermaydi. Ko'p kishi tushunmagan ekan. Men hech kimga o'zi o'rgatdilar. Shuning uchun bonusni birinchi eng asosiy olish kerak mana do'stlar. Kanali yo'q bonus olish uchun tekinga bonus olasiz mana. Olganlaringizda har 24 soatda sizga bonus beriladi. Bu yerda yana ko'rsatib o'tdim. Bu yerda kanal bor. Kanalga masalan bosasiz birinchisini, sizga kanal beradi. Kanalga obuna bo'lganingizdan keyin ikkinchisini bosib turganingizda podnesnikni bosasiz mana. Sizga avtomatik pul mukofoti 0.2 kopeyk to'laydi mana bot. Shu orqali ishlaysiz do'stlar. Bu yerda hozirda ko'rishlaringiz mumkin 15 ta bot 15 ta kanal bor, 658 ta prosmotr ko'rishlaringiz mumkin. 18 ta bot bor, guruh esa 4 ta, zadaniya esa 14 ta. Общий ko'rishlaringiz mumkin mana. Общий ko'rishlaringiz mumkin. Eng ko'pi 50 rubl, 51 rubllik zadaniyalar va shunga o'xshagan pul ishlasangizlar bo'ladi shu menyu orqali. Xo'sh, bu yerda referral orqali bor. Referral orqali mana do'stlar, referral orqali har bir taklif qilgan referral uchun mana 5 rubldan beradi. Ko'rishlaringiz mumkin mana 5 rubldan to'laydi bot. Bu yerda ana ko'rishlaringiz mumkin 5 rubl to'laydi. Siz bitta do'stingiz bonus olgandan keyin sizga avtomatik botning hisobiga 5 rubl to'lay beradi. Va bu yerda 15% masalan do'stingiz pul to'ldirsa sizni reklama balansingizga 15% masalan 100 rubl to'ldirsa 15 rubl sizni balansingizga to'ldirib beradi. Xo'sh, bu yerda moy kabinet bor. O'zingiz haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, bu yerda poponit bor mana. Poponit orqali pul to'ldirsangiz bo'ladi mana. Va keyin stay bor, pul chiqarsangizlar bo'ladi. Bu yerda poponit bosamiz, per orqali, ton orqali pul to'ldirsangizlar bo'ladi. Xo'sh, bu yerda esa straightni bosamiz, nima orqali pul ishlaysiz bo'ladi. Mana do'stlar, ko'p kishi shu yerda xato qilyapgan ekan. Xo'sh, hozir tushuntirib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda pul chiqarish uchun 5 ta bonus olish kerak va 3 ta kanalga obuna bo'lish kerak va 3 ta guruh ko'rish kerak ekan. Ko'rishlaringiz mumkin mana.
Xo'sh, bu yerda esa 15 ta ana shu nimalar bor, ana shularni siz bajarib chiqasiz. 15 ta prosmotr, 10 ta bot, start bosib ishlaysiz. 3 ta zadaniya minimal. Bu yerda 15 rubl perga va tonga yeysizlar bo'ladi. Xo'sh, bu yerda bot haqida ma'lumot olib chiqishlaringiz mumkin. Statistikani bossangizlar, mana bot ishlab kelayotganiga 83 kun bo'ldi. Botning hozirgi 3133 ta foydalanuvchisi bor va 54 ta yangi kirgan odamlar. Bu ko'rishlaringiz mumkin. Mana bot hozirgi kunda 7300 rubl to'lab bergan. Ko'rishlaringiz. Bonusga esa 130 rubl to'lagan. Bu yerda qayta bosasiz, bu yerda vizratni bosasiz. Mana do'stlar, to'lov kanaliga har bitta odamlar cheklarni tashlab qo'ygan. Mana bot adminlarni tashlab berganlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 15 chiqarganlar, 15 65 rubl, 59 rubl. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bot hozirgi kunda 100% to'lovda. Bu botda men adashmasam 100 rubldan ko'p pul ishdi. Endi boshlayapman ishlash bu botdan. Bemalol sizlarga ham maslahat beraman. Bu botdan pul ishlash. Mana do'stlar, 20 rubl, 22 rubl odamlar botdan pul chiqargan. Mana 27-sana, masalan, bugun sana 28, uje 28-sanaga ham pul yechganlar bor. Shunda administratsiya yamlashkasi bor. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol o'tib gaplashib olsangizlar ham bo'ladi. Shunda shu orqali pul ishlaysizlar do'stlar. Yana do'stlar, bizning mana Stark Money Telegram kanalimiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying va to'lovdagi botlar, to'lovdagi saytlar, barcha to'lovdagi bot saytlar bizning eng ishonchli Telegram kanalimiz bo'ladi. Mana do'stlar, konkurs ham ketmoqda. Mana konkurs ketmoqda. Konkursga qatnashib ham pul mukofotlarini olsangizlar bo'ladi. Mana tashlab berganmiz. Mana har bitta foydalanuvchiga, obunachilarimizga tashlab berilgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 100% eng ishonchli Telegram kanalimiz bizni. Videomiz shu yerda to'xtatamiz do'stlar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Shu videoga like bosib, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga omad.